Assalamu alaykum. Kitap o'qishmon beri avlodlar hurmatiga xush keldingiz. Hozir Ahad Turdining Sarsam ruh nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Romanni o'qishdan ilgari oldi bilan men kelgan Nausa degan bu kichik kentning manzaralaridan biroz bahramlanganman. Xayrli sahar, Quyosh buva. Xayrli sahar. Nima degan kasal? Nima degan kasal? Atayın muş vaxtında alıb gəldim, çünki bu vaxtda adamlar asasen yox. Səyyahçılar asasen yoxdur. Adətdə bir yerdə yox, müşkülə bəkcək. Mən müşkülsə qoy qoymayım. Bana oxşaşlar qanç qoxmaydı. Anladın mı ana? Yerləri ana şunda. Hatta şu axırını sırlaydı ola. Aq, qara, çıraqla qilish üçün. Çünki bular asasen şu turist bilan yaşaydı da. Şunaşqı bek. Tarıqçılar. Ana şunda pakiz, hətlik. Bu vaxtdan bu maydı deyişimdeki səbəb var. Nemede, deniz sahillerde soğuk çömülüp, aptap sınıp kıldı da gündüzü. Asasen keşti şıgılıdı bu yerlerden. Ama yerlik artistninki edukunu asasen özü işlep çıkargan buyumla. Bu küçük tarikoçulardan adam fakat özün hərligini bilgili bulmaydı. Bir aralıqda bir yerden çıkıp kalımız. Ladım o mundaq üzümler bakın muhabir üzüm teli. Ama kök üzüm ki yine görünündü ki üzüm teli benim şu bir yıldızdım. Wow. Mana moşinçilik köstey Nausa'nın küçük köçeleri. Bulardan mı şu Söget Gül bek kökken. Ahranlık, mavi, şapıl çiçeği ranlık degende. Yani yapam, bakın bakatlı güllerden. Şapıl çiçeklikten bir sıbatı koruyumuzda. Seyirimizni müşahede ahırlaştıraylı. Yerin bayıqı küçük qallar göründü. Əmsə seyirimiz müşinçilik bolsun. Bugün romanını deniz boyida oxub beray dep oylagandım. Mana bu güzel manzarlarni Kögash romanını anlasın dep oylagan, lekin shamal sal kuchliroq. Bir yaxshi o'rin topolmayapti men. Yaxta bir tashaq bir berib baqayqin. Bu yerga keldim, lekin chekatga borgan sayrab sal avar qildi o'xshaydi. Boshqa yerga berib baqay. Döngü chiqib baqay. Chiqim bir yaxshi yerni topa olayman.
Eşek düşüp okup desem olam ki. Mana. Bir şeyde oturup okup desem bakdık. Maqolamizda roman davomlashtiraylik. 3. Ular bugun haramdan qo'qlandi. Javrubkashlar cho'ng tozliq qilib etib, ularning toshbalanpay ostidagi xilvat o'vsini sezib qoldi. Bu yer makonsizlar panohlanadigan dang emas, dedi saqal burti yo'q ko'sa bir javrubkash qaynab. Bu yer namoz o'qib, Allohga ibodat qiladigan Xudoning muqaddas uyi. Bu yerning tozliq, amonlik ishlarida chataq chiqsa, sizlar ega bo'lamsizlar? Dedi yana bir jaribkash qo'lidagi supurgining uzun dastasini yerga urib turib. Bularni mutvallining oldiga apiraylik. Bo'ldi qo'ya, dedi eriqi ko'sa jaribkash. Ishni avtib nima qilasan? Bularga til bilmasa, nega aparsang shundoq go'shib turdi shu. Mingla, darhol bu yerdan chiqib ketinglar. Atxon bilan Akbar laqqa-luqqisini yig'ishtirib haramdan chiqdi. Ularning ko'z oldida yana shu sukunatga cho'mgan, issiqdan yelinjab turgan qaqas shahar ko'chalari quchoqlashdi. Do'konlar ochiq edi. Savdo-setiq ishlari qizg'in ketyotdi. Ali yeshil soyavanlarining ostida ba'zilar choy ichib, meva yeb, ba'zilar takini egiz qirlab, xo'r to'lditib, chelim tortib, huzurlanib yetishardi. Cho'ng ko'chaning so'l qanot burchigida to'yga, qechir va eshaklarga yuk ortib kelgan karvonlar turardi. Ularning ba'zilari Iroqdan Paris gazmonlaridan kelgan edi. Ba'zilari Yamandan isiriq va xushburoq buyumlar, har xil dori darmaklarni kelgan edi. Karvonning atrofiga o'lashgan 7-8 odam mollarni ko'rib, baho talishib, aram-churum qilishib yurardi. Atxon bilan Akbar hech narsaga pisand qilmay, xomush ketyotdi. Ularni hech narsa qiziqtirmaydi. Hatto tog' bag'ridagi g'alati shakllik, g'oyat zo'r quram toshlar bilan atrofdagi egiz-pas uy imoratlar o'zaro singishib, giralishib, faqat mushu shaharga xos ko'rkam manzarani hosil qilgan bu qadimiy, sehrli ko'rinishlarmi ularning diqqatini torta olmadi. Ular hozir nishoni va manzili yo'q bu mushkul safarni qachon, qayerda oxirlashtirishni o'ylab bearam bo'ladi. Bearam bo'lgan sari madardan ketib, put-qo'llari laqaslab qolgan edi. Akbarni yig'i tutdi. Xo'rliq, miskinlik va ichidan chiqayotgan hijron, hasrat, nadomat uni yalmab yutib atgili tas qolgan edi. Uning yosh va to'yg'un yuragi tunji qitim vatansizlikning dardini cho'nqur his qildi. Akbar dunyoda inson uchun eng qimmatli va qadrli narsaning yurt, vatan ekanligini bilib yetdi. Chunki inson azaldan yurt, vatansiz yaratilmagan. Dunyodagi har qanday insonning yer sharining ma'lum yerida vatani bo'ladi. O shu vatanini chin yuragidan suyadi. Odam yurtidan ayrilsa, g'ayrib musafir bo'lib qoladi. Ko'ngli sunadi, qadri tushadi. Shunga har qanday odamning tili vatan deb so'zlaydi, yuragi vatan deb so'qidi. Har qanday odam o'z vatani, o'z ahli ichida aziz bo'ladi. Şunga konalarmı yaqı yurtning farishtasidan o'z yurtining jini yaxshi deb bekor aytmagan. Yurtidan ayrilgandan buyanqi har xil taqdir qismatlar kichikkina Akbarning sabiy yuragida ana shundoq his tuyg'ularni uyg'otdi. Bu his tuyg'ular o'z navbatida yana uning umrining har bir daqiqasini yurt,
vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat bilan chambarchas bog'lab etdi. Demisimi muhabbatsiz, dardsiz yurakka vatan sig'maydi. Vatan dardi, vatan muhabbatida yashagan yuraklar insonlarni so'yidi. İnsanlar uchun kuyunadi. O'z yurtini, o'z xalqini so'ymagan odam hech qachon o'zga yurtni, o'zga elni so'yolmaydi. Begona tuproqqa mehrmi qo'yolmaydi. Aqlsiz qushlar chig'ida qachonlardir o'zi ko'z ochgan kichik va tinch yerlarga hamon bir kuni qaytib keladi. Her baharda uyingizning peshayvinida uvi salgan kichik jonivorlarni ko'rasiz. Ular ni yiroqlardan uyingizni adashmay tepib kelalaydi. Mana shuningga o'xshash aqlliq inson tafakkurimi har qancha yillarni, ig'ir kulfatlarni eshib, o'zining tug'ilgan xoki tuprog'i, vatan, yurtga qarab intiladi. İnsanlardagi bu intilish abadiy va muqaddasdir. Ekber qaynoq bozor bo'lib atgan ko'cha rastalarda ketib etib, ko'ziga yosh olgan holda ana shularni o'yladi. Hasrat bilan o'z-o'ziga shivirladi. O'z yurtida bag'rini ona tuproqqa yiqib, tinch va xotirjam turmush kechirib atganlarni haqiqiy baxtli desa bo'ladi. Mening turmushim bu yot zamonda muhtojlik va sarsonlik ichida o'tib o'tdi. Mening ko'nglimni ko'taradigan narsalarning hammasi shiroqda qolgan. Oh, Xudo. Men bunda xo'rliq, sarsonlikda o'tib o'tgan turmushni yana davomlashtirishni xohlamayman. Mubada yana shundoq ketaveradigan bo'lsam, azob ichida o'lib qolmamdimi? Ota-bola ikkilan Makka ko'chalarida xuddi yepi uzilgan laglakdek u yoqqa chay qilib, bu yoqqa chay qilib, oxirida Musfila degan yerga kelib qoldi. Bu yer oldi kam ketgan qumluq saynasi bor, xeyli cho'ng mahalla edi. Ular qumluq saynani kesib o'tib, bir-biriga yondab selingan uy va do'konlarni arlab ketib atganda, birsining "Assalomu alaykum" degan yiqiq ovozi oldi. Otxon ittik burilib yonga qaradi. Eshik va ram keshaklari ko'na tuniki bilan qoplangan. Derasidagi aynak o'rniga qelin sim tor tartib qo'yilgan bir do'kondan bir odamning kulib turgan uchuq chiroyi ko'rindi. "Yo'l bo'lsin tuqqanlar", dedi u do'konning eshigini yanama cho'ngroq ochib. "Yuk taq ko'tarib olibsizlar-ku?" Otxon salomga javob bergandan keyin ulug' kichiktinib mundoq dedi: "Mayanda kichik kema haydab atqanlar kelib qolganda darhol diqqatim chechilib ketib qoldi. Vallahi shundoq kichikidan tatiblam qiyiqlarni, kichik kemalarni haydashni o'rgandik ekan bu yerda. Otxon salomga javob bergandan keyin ulug' kichiktinib mundoq dedi: "Musofirning yo'li qorong'u bo'ladi ekan, ukam. Naga berib, nada turishimizni bilmay qiyib yurimiz. Rabatga berishmilimi? U yerda yotoq bor-ku", dedi heliq odam ularga yo'l ko'rsatgandek talaffuzda. "Bardiq ukam, bardiq", dedi Otxon ko'ngli yerim bo'lgan holda. U yerdan muqoqlashdi. Odam degan
taşdın məhkəm, güldün nazuk hül nərsi ekan. Bolmasa beşimizə kelgan külpətlərdən biz qurub qaqşal bo'lib ketsak bo'ladi. Atxan o'tganda bo'lgan ishlarni qisqacha tushuntirib o'tdi. Hay, ulardımı insaf qalmadı, dedi. Helaqa odamning mu ochiq kelgandek bo'ldi. Hech tugash bilalla xalqlarni qo'g'laydi. Chiqim ketidi deb yotqizmaydi. Mundaq bo'lsin, dedi u ichi og'irgandek hesdashlik bilan. Hammamiz bu yurtga musafir. Musafirning xemini musafir yemisa kim yeydi? Birer makan topqucha ota bola bizning uyda turib turishsizlar. Kapimiz kichik bo'lgan bilan ko'nglimiz keng. Ko'ngling rus bo'lsa, satmımı ayvan saray degan gap bor-ku. Kütülmegen bu şapaat Atxan bilen Ekberni qattiq hayacanga saldı. Hayacandan ularning ağzı gapga kelmey, rahmet, yaxshi ko'ngillarga rahmet degan gaplarni qila oladi. Şu turqida ular go'yo qarong'u zulmatda yo'ldan ezib qolgan odam tuyuqsiz bir yo'riqlikni ko'rib umidga to'lgan yoki shiddatli iqinga tushib ketgan odam tuyuqsiz bir qo'lboqqa erishib hayotlik sohilini ko'rgandek tatliq his tuyg'ularga cho'mgan edi. Ular do'konga kirdi. Uzunluqi 4 qadam keladigan tor va qorong'u bu do'konning orqa tarafi uy. Uyning ichida yana bir qasnoq bor edi. Do'konda temirchilik qiladigan o'choq, sandal va bolqa, qalam degandek narsalar qalaymaqan chechilib yotadi. Bir bo'lingda bo'lsa, yangidan qo'ldan chiqqan 20 dak taxta mushuk dövlab qo'yilgan edi. Uyda xorma yog'ochidan yasalgan bir karvat, bir parcha nimkash gilam, bir sanduq va 2 o'rindiq bor edi. Bir bo'lingda qozon, cho'gin, qaradab datlashib ketgan bir dona kirsin o'choq turadi. Mening ismim Baktömür, dedi helaqa odam o'z sarguzashtlarini bayon qilib. Yurtim Qog'iliq. 3 yil burun dadam bilan hajga chiqqan. Dadam haj jarayonida yurak kesili qo'zg'alib o'lib ketdi. Mushu tog'ning bag'riga yerlik qo'lab qo'ydim. Keyin yurtga qaytish oldida oxirgi qitim beshiga chiqib Qur'on o'qib, duo tilovat qilib o'tirsam, tog'ning ustidan 3 odam tushib keldi. Ularning usti beshi yerim yalang'och, chiroyi surlik ham maynat edi. Ular men tarafga keldi. Turqidilla yomon niyat ekanligi ko'rinib turadi. Ular kelibla meni basmadaqlab oldi. Men xuddi sarning changiliga tushib qolgan cho'jidek tipirlab qoldim. Ular "Jong'uduramsan pulg'imi?" degan ma'nida gap qildi. Va mening bir narsa deyishimni kutmasdan kiyimlarimni soldirib, oqtirib yurtga qaytish uchun tayyorlab qo'ygan bar yo'qi 10 tillani elib, meni yo'g'on bir toshga bostirib qo'yib ketdi. Men kashkirgacha ashu toshning ostida qaqshab yotdim. Tog' orasidan e'lon chiqib olarmi deb qattiq qo'rqdim. Xudoga shukri, bir chog'da tog' tarafdagi so'qmoq yo'ldan biri o'tinchi keldi. U bir yuda quruq yulg'unni dumbisiga ortib olgan edi. Men qattiq varqiradim. O'tinchi ovozni anglab men tarafga keldi va toshni asta-asta qo'zg'atib meni chiqarib oldi. Bütün bedenim urib chiqayotgandek serqirab og'ir etdi. Mang'udek madorimmi yo'q edi. Shundaqdimi heliqi o'tinchiga agishib, aran tasdikda shaharga kirib oldim. Shu kundan boshlab menmi yo'qsizlik, sarsonlikning dardida bak qiynaldim. Qaytay desam pul yo'q. Bu yerda turay desam makon yo'q. Bir mezgil oshxonalarda yunduxo'rlik qildim. Navoiyxonalarda nimkor ishladim. Keyin o'z oldimga qassoblik qilib, oz to'la pul yig'dim. Shuning bilan yurtga qaytishga niyat qilib, safar taraddudini qildim. Lekin kim bilsin, meni yana peshkanlik bosdi. Bir kechada kasal bo'lib yetib ketdim. Tonish bilishlar doktorga opardi. Qarasam, bezgak kasal bo'lib qoptiman.
bu yurtda bezgek kesili köp boladı ekan. Şu yatqancha birer ayda ketip ketdim. Seferge tayyorlagan pulum doktor bilen doğruğa ketdi. Şu çağda ba'zilar manga dadаңның ruhi seni ketkizmey batıdı. Onun tuprak beşini yalğız taşlap ketme degan maslahatni berdi. Şunun bilen yana bir mezgil qassoblik qildim. Makansızlık jenimden ötüp ketip diken aldı bilen tapkan pulumga muşu öyni setip aldım. Andın bu yerdekilerinin teşabbusu bilen tömürçülük dükkanı içip taxtı müşk yasadım. Bu hünerni kiçigimde birer yıl öğrengen dedim. Tazı axdı. Taxtı müşkni yasap ülgürtelmeydigan boldum. Bundaq nerse bu yerde yok iken, hazırmı onu yezi şehirlerden kelip ektidu. Al günüm yaxşı. Bir neçə qitim yurtqa qaytışqı temşaldım. Lekin yanala dadamның beşini yalğız taşlap, g'eyrib kepen qilib qo'yishqa ko'nglim o'nimedi. Mana bu yıl 32 yaşqa kirdim. Texçe öy oçaqlıq bolalmadım. Axir bu yılqı hajdan keyin çoqum yurtqa qaytib, beşimni o'nayman deb niyat qilgan edim. Kim bilsin, hajdan keyinli yo'l taqaldi. Bu şum xabar kishilarni ümidsizlik selib qo'ydi. Odam degan shundaq narsa-ken. Ko'zni hamisha osmondan uzmay yashg'ini bilan jismi tuproqqa taalluq bo'ladi ekan. Bu tuproq amaliyotda bizni operida qilib beqib o'stirgan ashu ona tuproq. Shunga ota-bobolarimiz kishining yurtida paxtada yatqandın, öz yurtunda paxtada yatqan yaxshi deb nahayetimi to'g'ri aytibdikan. Ular shu kuni yerim kechagacha obdan mundishib sirtashdi. Xuddi yaxshi do'st ko'ngilning mo'risi bu mo'ridan tatliqnimi, ochiqnimi chiqarg'ili bo'ladi degandek necha vaqtdan buyan yuraklarida yig'ilib qolgan dardlarini to'kishib, ish qarnini bo'shtib oldi. Keyin Baktömür qaznaqni bekarlab, eliqi nimkash gelamni shu uyga selib, atxan bilan Akbarga obdan joy rastlab berdi. Ular 2 haftadan buyan mana bugun tunji qitim o'z uyida yatgandek put-qo'llarini ozoda sunib, tatliq va g'amsiz uxladi. Üçüncü bab. Hünerlik qo'l, go'harlik qo'l. Birinchi. Ota-bobolar nahayati to'g'ri aytgan. Hüner ko'pkimi yetkizadi, ko'kkimi yetkizadi. Bir kuni Atxan bilan Baktömür paranglashib o'tirib, Baktömür mundaq bir gapni qildi. Tirikchilik o'lmay tuproqning sirtida yurish degan so'z ekan. Tirikchilik uchun bir tal pichoq bilan bir tal bilaymi, biri sandal bilan biri bo'lqimi, biri usturi bilan biri qoplug'ishmi kifoya qiladi ekan. Bu söz Atxanның diqqətini tartib, ko'nglini yo'rtqandek bo'ldi. Hey, to'xtasizlar, dedi u Baktömürga yaqinroq siljib. Bu yerda satrashliq hunarmi aqamdi? Nima deganlari bu, Atxan aka? dedi Baktömür hayron bo'lgandek uningga kulib qarab. Satrashliq degan hunarlarning eng nochisi deslar, qaysi bir musulmon chash saqlini oldirmaydi. Bu yerde texi onun bahası yuqori. Mundaq deslar. Atxan charlashgan ko'tmak saqilini tatilab o'tirib, xiyolga patdi.
u Bektemir bilan birga turgan 10 necha kundan buyon bekorchilikda qattiq zerikkan edi. Akbarning uy ishlarini qilg'ash, anda-munda temirchilik ishlariga yordamlashganini hisobga olmaganda, ular bu uyda asosan tayyorga hayyor bo'ladigan bekor talablar edi. Bu hol Atxonni qattiq xijil qilib, tanqislikda qo'yib-atgan qiyin ishlarning birisi bo'lib qolgan edi. O bir necha qitim tamoq dasturxoni ustida o'zining xijilligini izhor qilib, ko'ngil sirlarini aytganda, Bektemir uningga nihoyat keng qo'rsoqlik bilan tasalli bergan edi. Hargiz undaq demislar, Atxon aka. Tang yegan tanga singar degan gap bor. Biz hammamiz musofir. Musofirchilikda ko'rmagan kunlarimiz yo'q. Men bu yo'lda nurg'un dardlarni tortman. Hatto alamga, xo'rliqqa chidamay tamlarga qo'shqardek ussigan vaqtlarim bo'lgan. Lekin iroda bo'lsa, hammani yengilib bo'ladi ekan. Seni tortib bu dardlarmi tugab ketadi. Dunyoda vaqtning o'tishi bilan saqaymaydigan yari yo'q. Hayotning ochiq-chuchukini yetkichi tetib, o'ziga o'xshash musofir yo'qsizlarning holiga yetishni insonlik burchi deb qaraydigan bu shafaatchi yigitning ta'sirli so'zlari garchi Atxonni xijillik azobidan ostola qutuldirgan bo'lsa-mu, lekin kashkichi bekor yetish uning nazarida odamning emas, balki hayvonning ishi edi. Shunga Atxon bu kunlarda uxlaydigan makondan, yeydigan oshdan g'am qilmasimi, ammo ko'nglining bir yerlarida hamon odamni qiynaydigan titliq va beoromlikdan xoli emas edi. Boy Bektemirning to'satdan aytgan tirikchilik to'g'risidagi heliqi so'zi uning hamisha beoromlikda qiynalib ko'ngliga xuddi shirin malhamdek yiqilliq to'yilib ketdi. U bir ishning yo'lini topgandek Bektemirga mundaq dedi. Men satrashlik qilib baqsam qandaq fikam? Voy sizlar bu hunarni bilamla? So'rdi Bektemir hayron bo'lgan qiyofatda. Xuddi sizlar o'z vaqtida taxta mushuk yasashni o'rganib qo'ygandek, menmi kichigimda bu hunarni ostola o'rganib qo'ygan fikam, dedi Atxon texmoroqlanib. Boshqa kun tushganda bu mehnat ishning jonga asqatadiganligini kim bilsin? Odam tirikchilik yo'lida har qanday ishni qilsa bo'ladi, Atxon aka, dedi Bektemir uni ilhomlantirib. Rasulullohmi halollik bilan ishlab yashashni ummatlardan talab qildi ekan. Bir kuni sahobalar o'ltirgan yerdan Rasululloh o'tib qopti. Hammaydan uningga hurmat bildirib salom beribdi. Lekin Rasululloh salomni ilik olmay ketibdi. Sahobalar bir-biriga qarashib ajablanibdi. Keyin Rasululloh qaytishida sahobalar yana salom beribdi. Bu qitim Rasululloh salomni ilik olibdi. Bir sahoba uningdan hayron bo'lib so'rabdi. Janobi Rasululloh, baya salom qilsaq ilik olmadingiz. Bu qitim ilik oldingiz. Buning sababi nima? Buning sababi, debdi Rasululloh. Boyi men o'tganda hammanglar osmonga qarab, ho'nviq o'ltirib ekansiz. Qaytishimda qarasam, yerni jijab o'ltiribsizlar. Har holda qo'linglar ishda ekan. Emgak, halollik mening yaxshi ko'rdig'im. Barakallah, yaxshi gap bo'ldi fikam, dedi Atxon ta'sirlanib. Lekin bu ishni uzoqdan beri qilmag'ashqa qo'lim ketib qoldi. Inshaalloh bir necha kun qilib baqsam, asliga kelib qolarman. Albatta, deganlardek bo'ladi, dedi Bektemirmi xo'shal bo'lib. Men dastlab qassoblik qilganda qo'y o'shkalarining ishbog'ini pokiz ola olmay, go'shini bulg'ib etgan edim. Keyin asta-asta qo'lim ko'nib, nihoyat pokiz ham chaqqan qassob bo'lib ketdim. Bu taxta mushuklarni demayla texi. Dastlab yasaganda ilg'ushni qattiq qilib qo'yib, chashqonlar nurg'un yamchikni yeb qochdi. Keyin buningmi ipini bilib oldim.
ish degan shundoq bo'ladi ekan. Ba'zida ko'z qo'rqadi ekan, ba'zida qo'l. Ammo belni ching bog'lab ishlaversa bir gap bo'ladi ekan. Silining hunarga ko'p dasmi ketmaydi. Nayti biri ustura, biri kaplag'ush, biri ivriq va biri o'rindiq bo'lsa bo'ladi. Men silini haramning yenidagi bir yerga o'rinlashtiray. Bu savobli ishni qilib baqsila. Xudoyim rizqlarini keng berib qolsa ajab emas. Ular atsla ish tutish qildi. Bektemir bozordan bir necha metr gazlimi elib, ko'rkam bir soyivan yasidi. Eski tüskilerini satadigan yerden yölençiklik bir o'rindiqni arzonli setib oldi. Evriq uyda bar edi. Ustura bilan kaplag'ush atxonning o'zidan chiqdi. Yo'lda lozim bo'lar deb Qashqardan elib olgan heliqi sadab sapliq o'tkir ustura endi toza asqatadigan bo'ldi. Tayyorlik bitib, ikkinchi kuni Atxon haram masjidining umri darvozasi yeniga satrashliq do'koni qurdi. Ali yeşil raqlar bilan tikilgan ko'rkam soyivan yiroqdilla ko'zga tashlanib turadi. Atxon oldi bilan o'zining soqol burutlarini pokiz oldi. Yangi ko'nglikini kiyib, yanglarini jaynigigacha turdi. Ondan oppoq xasa tartuqni oldiga tortib, ustura kaplag'ush va bir parcha yalanda so'punni o'rindiqning yenidagi tosh ustiga tizib qo'yib, xaridor kutishga boshladi. Lekin degandilar ish toza yurishib ketmadi. Birinchi kuni kashkicha oftobga qoqilib o'ltirib, aran ikki odamning chas saqilini oldi. Ikkinchi kuni 4 ga, uchinchi kuni 7 ga yetdi. Lekin ularning ko'pi atrofdagi tog' jilg'alardan kelgan namratlar bo'lg'ashqa bir necha tiyin pulni qo'llari titrab turib chiqaradi. Atxon hargiz tamaxurlik, nafsi yomonlik qilmadi. Xaridor qancha pul desa, atag'anlarni bersizlar deb qo'l qo'shtirib turdi. Hatto ba'zilar pul o'rniga 2-3 tuxum, bir necha tal sayko'ktat, meva-cheva va 5-4 o'chum guruch bug'doy bersimi, hech qalla deb oldi. Buninglik bilan hunarga saxtalik ishlatmadi. Munosabatda qo'pollik qilmadi. Balki xaridorlarning chach soqilini shundoq yumshoq, ovulab, pokizlik bilan tujuplab yasadi. Burun quloqlaridagi yavutuklarni oldi. Ondan uchisini tutib, qo'lini silkib, barmoqlaridan qas chiqarib, shundoq yengil ham rahat qilib qo'yadi. Shuning bilan dili pok, tili yumshoq, sulkatlik bu odamning hunari va xislati to'g'risidagi yaxshi gaplar asta-asta ig'izdan ig'izga ko'chib, texmi kuchayib va ranglanib, yiroq yaqindan bu odamning nomini chiqarib Do'kon ichib 2 hafta bo'lmay, uning xaridorlari xeyli yerlardan uni izlab keladigan bo'ldi va doimlik cho'pqatlarmi kundan kunga ko'payishga boshladi. Endi Atxonga dastlabki kunlardagidek tiyinlab pul chiqaradigan nomrat gadoylarla emas, balki siqimlab pul tashlaydigan boy mo'tivarlarmi chash saqilini oldirdigan va uning bilan yaqinchilik qiladigan bo'lib qoldi. Akbar ba'zi kunlari Bektemirning ishlari aldirash bo'lganda uningga yordamlashgandan boshqa ko'p vaqtini dadasiga hamroh bo'lib, haram masjidining yanida o'tkazardi. Amaliyotda Akbar dadasiga arab tilini o'rgatgach, kelib ketayotgan xaridorlar o'tirsida tarjimonlik qiladi. Bir kuni Akbar Atxonga mundaq dedi. Dada, endi menmi cho'ng bo'lib qoldim. Biror yerda ishlab pul topaymikin deyman. Bu yurtda pul bo'lmasa, odamning qadri bo'lmaydi ekan. Yaxshi gap-ku o'g'lim, dedi Atxon xo'shal bo'lib. O'g'il bola degan ishqa o'zini urib turish kerak. Xo'sh, nada ishlab pul topqin kelyapti?
Bektemir akamning aytishicha, har Talbab degan bozorda cho'ng bir oshxona bor ekan, dedi Akbar tushuntirib. Shu yerga shogird oladi ekan, shu yerda ishlasammi bo'ladi. Yana birisi Bektemir akam qassoblik qilib boqamsan, jiq dasmay ketmaydi, kunda qo'ling pul ko'rib turadi, davatudi. Qaysini qilishni bilmay qoldim. Sening fikringni anglayman dada. Atxon birdam o'ylanib qoldi. Uning qo'shimizini turib, ko'zini xiyolan yumib, bir nuqtaga tikilib qolganligidan qaraganda, ko'nglida boshqacha fikrlarning borligini pamligili bo'ladi. Dunyoda oshpazlik bilan qassoblikdan yaxshi hunar yo'q, o'g'lim, dedi u oxir beshini ko'tarib Akbarga qarab. Pul degan ularga saldak iqib kiradi. Lekin oxiri gadoylikda o'tadi. Oshpaz bilan qassobdan boy chiqmaydi. Nemish qadamsan? Shuning uchunki oshpaz har kunlik rizqini yundi o'rikiga to'kadi. Hayron bo'lma, ular hamisha bir kun osh solgan osh suyini shu kuni kashda yundi o'rikiga to'kadi. Yana texi ba'zida bilib bilmay paskini qo'li bilan xemirga, o'choq beshiga tutish qilib qoladi. Mana bu mu ularning rizqini yeb ketadigan ishlar. Endi qassob bo'lsa, xunxo'r. Ular bo'g'az mollarni, yeshig'i yetmagan paxlallarni rahimsizlik bilan so'yib etadi. Qur'onda aytilishicha, har qanday o't-cho'p, gul-giyohlar zamin taktidan tuproq yerib chiqqanda, men bu dunyoning yo'riqligini ko'ray, uning rohatidan bahramand bo'lay deb iymon etib chiqadi. Qo'yning qornidagi qo'zimi yo'riq dunyoga tushib, u yerning go'zal qo'ynida yayrab o'lsam rozi deb iymon keltirib tug'ilishni orzu qiladi. Lekin qassob bo'lsa, uni onaning qornida turg'izibla bo'g'izlaydi. Mana bu qattiq gunoh. Yana birisi Qur'onda bir qassob umrida 10 ming qo'y bo'g'izisi bo'ladi deb ko'rsatilgan. Lekin ba'zilar uningdan natjasi ko'p o'ltirdi. Buning bilan xunxo'rlik chekidan eshib ketdi. Dadasining amr ma'rufga keltirib aytgan yo'lliq so'zlari Akbarni qoyil qilib qo'ydi. Lekin uning nada bo'lmasin ishlash niyati bor edi. Ishlab, halol qon tari bilan pul tepib, dadasining oldida o'g'illik burchini ado qilishni o'ylaydi. Amsa qanday qilaman dada? Dedi u oxiri tit bo'lgandek beqarorlikda. Bumi bo'lmasa, zodi demish qilsam bo'ladi. Yana bir oz sabr qilib tur, dedi Atxon uning ko'nglini tinchitib. Mening bir cho'pqetim bor. Har payshanba kuni sassaqal yasatqili keladi. Bashirisi ochiq ekan, mazhabi keng odamda qiladi. Anglasam, u odamning mush atrofda bir oltin do'koni bor ekan. Yana bir xish pishirish xundini bor o'xshaydi. Shuning bilan so'zish baqayli. U obdanroq yo'l ko'rsatsa ajib emas. Yerlik odamlar ishning ipi jepini obdan biladi. Akbar dadasining fikriga ko'ndi. Yana 3 kundan keyin u odam kelsa, o'zini ko'rishib, ahvollashib beqishni ko'ngliga bukib qo'ydi. Ma'qul amsa, bugun mushinchilik o'qib beray. Kelar qitim davomlashtiramiz. Aman bo'ling. Xayr xo'sh. Mana Nausada kash bo'ldi. Xayr xo'sh, quyosh bova, xayr xo'sh. At ko'rishaylik.